Bilasizlar, hozir biza o'z mijozlariga zo'r takliflar berishdan to'xtamaydigan protochkaga keldik. Hozir takliflarni birgalikda bilib olamiz. Nozim aka, hozirda aktual bo'lgan takliflarni aytib o'ting. To'g'risini aytsam, mijozlarga protochka tomonidan berilayotgan qiziqarli taklif aslida o'zi juda ko'p, lekin kelinglar ichkarida shu narsani hammasini ko'rsatib tanishtiramiz. Nozim aka, hozir takliflarni berishdan oldin bu do'konda o'zi qanaqa mahsulotlar bor? Xo'p, mahsulotlarga keladigan bo'lsa, Apple, Samsung, Dyson, umniy dom, ya'ni Alisa kolonkalari, PlayStation, robot pilisos, ko'p kun davomida kerak bo'ladigan texnikalarni hammasi bu do'konimizda mavjud. Misol uchun telefon xarid qilmoqchi bo'lgan mijozlarimizga qanaqa taklif bera olasiz? Xo'p, agar naqdga xarid qilishadigan bo'lsa, 5% dan 7% gacha chegirma beramiz. Bo'lib to'lashga bo'ladigan bo'lsa, 3 oyda o'zini pulini berishsa bo'ladi. Yaqinda sayohat haqida ham eshitdim. U qanaqa bo'ladi? Sovg'aga beryapsizlar ekan. U ham bor. Xo'p, uni faqat 6 oyga bo'lib to'lashga olishsa, yaxshi to'lab kelayotgan mijozlarning orasida birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rin qilib, birinchi o'ringa sayohat, ikkinchi va uchinchi o'rinlarga naushnik bilan soat beryapmiz. Вообще zo'r o'ylabsizlar ekan. Bundan tashqari ko'pchilikni qiziqtiradigan savol bor. Misol uchun, sizlardan olingan telefonni o'zligini aybi bilan shikast yetkazib qo'yishadigan bo'lsa, sizlar u payt qanaqa yordam bera olasizlar? Xo'p, biz yordamimiz zo'rini bera olamiz. Yaqinda bu narsani o'zi aslida yo'lga qo'ygan edik. Ishlatilingan yangi telefon bo'lishidan qat'iy nazar, yetkazilgan ziyonni 5 milliondan 10 million so'mgacha bo'lgan qiymatini qoplab bera olamiz o'zimizning oldimizdan. Bu ham mijozlar uchun вообще zo'r imkoniyat. Sizlarda bor shekilli bunaqa narsalarga endi eshitdim. Protochkada bundan tashqari yana 2-3 ta zo'r imkoniyatlarimiz bor. Kelib foydalanib ko'rishsa, o'zlariga his qilib ko'rishadi deb o'ylayman. Sizlar esa ushbu takliflarni bilish uchun hoziroq bizning sahifamizga obuna bo'linglar. Shaxsan siz bilan ham Tochkada ko'rishamiz.